bugun men pensiyasi kartaga tushadigan har bir odamga, ayniqsa ota-onasi, buvisi, bobosi yoki yaqin qarindoshining pensiya kartasidan foydalanib kelayotganlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. G'arb banklar endi pensionerlarga ayrim amaliyotlarni taqiqlayotgani, kartadan pul yechish, boshqa odamga berish, kredit qarz avtomatik yechimlar va shubhali o'tkazmalar bo'yicha nazorat kuchaygani haqida ketadi. Bu ma'lumotni bilmaslik odamni pensiyasiz, kartasiz yoki ortiqcha qarz ichida qoldirishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni pensiyasi kartaga tushadigan barcha tanishlaringizga yuboring. Men masalani vahima uchun emas, odamlar xatoga yo'l qo'ymasligi uchun tushuntiryapman. Chunki ko'pchilik pensiya tushdi, kartadan olib ishlataveraman deb o'ylaydi. Lekin hozir bank tizimida ayrim holatlar avvalgidek oddiy emas. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya kartasini uyidagi farzandiga, keliniga, nabirasiga yoki qo'shnisiga berib qo'yar edi. Parolim mana bu. Borib bankomatdan olib kel. Telefoningga ulab qo'y. Pul tushsa ko'rib tur. Kommunal to'lovlarni sen to'lab tur degan holatlar juda ko'p uchrardi. Banklar ham odatda bunga chuqur aralashmasdi. Agar karta ishlayotgan bo'lsa, PIN kod to'g'ri kiritilsa, pul yechib olinaverardi. Lekin hozir vaziyat o'zgaryapti. Banklar pensiya kartalari bo'yicha shubhali harakatlarni ko'proq tekshiryapti. Nega? Chunki firibgarlik, kreditni aldab rasmiylashtirish, kartani boshqa odam ishlatishi, SMS kodni olib qo'yish, pensioner nomidan onlayn qarz olish holatlari ko'paydi. Ko'pincha zarar ko'rgan odam oddiy pensioner bo'lib chiqadi. U odamning kartasiga pensiya tushadi. Lekin kartani boshqa birov ishlatadi. Keyin bir kuni qarasa, pul yo'q, hisobdan yechim bo'lgan, kredit ochilgan, ilova orqali pul boshqa kartaga o'tib ketgan. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Banklar pensiyani olishni taqiqlayotgani yo'q. Pensiya sizning qonuniy pulingiz. Lekin banklar endi kartadan kim foydalanayotgani, pul qayerga ketayotgani, karta egasi haqiqatan ham o'zi rozimi yoki yo'qmi, shuni ko'proq nazorat qilmoqda. Ayrim holatlarda karta vaqtincha bloklanishi, operatsiya to'xtatilishi, bankka kelib shaxsan tasdiqlash so'ralishi mumkin. Masalan, ilgari pensionerning kartasiga 1 million 200 ming so'm pensiya tushsa, o'sha kuni nabirasi bankomatdan hammasini yechib olardi. Hech kim savol bermasdi. Endi esa tezim ko'rishi mumkin. Karta egasi 72 yoshda. Karta doim bitta hudud ishlatilgan. Birdan boshqa viloyatda yoki tungi vaqtda katta pul yechildi. Yoki kartadan ketma-ket notanish kartalarga pul o'tkazildi. Bank buni shubhali deb baholashi mumkin. Bu bloklash pensionerni jazolash uchun emas, pulini himoya qilish uchun qilinadi. Eng muhim qo'yda pensiya kartasi faqat karta egasining o'ziga tegishli. Karta egasi pensioner bo'lsa, bank nazarda karta bilan bog'liq har bir harakat uchun o'sha odam javobgar. Agar pensioner kartasini boshqa odamga berib qo'ysa, PIN kodni aytsa, SMS kodni aytsa, keyin pul yo'qolsa isbotlash juda qiyin bo'ladi. Bank ko'pincha operatsiya PIN kod bilan yoki SMS tasdiq bilan amalga oshirilgan deydi. Bu esa rasmiy jihatdan karta egasi rozilik bergandek ko'rinadi. Men ko'p uchraydigan birinchi misolni aytaman. Onaxonning pensiyasi 1 million 500 ming so'm. U kishi telefon ishlatmaydi, bank ilovasini tushunmaydi. O'g'li ona kartani menga bering, men sizga har oy naqd pul olib kelaman deydi. Avval hammasi yaxshi. Keyin o'g'il o'zining muammosi sabab kartadan 300 ming so'm kommunalga, 500 ming so'm qarziga, yana 200 ming so'm telefonga ishlatadi. Ona esa faqat 500 ming so'm oladi. Bankka borsa karta o'z ixtiyori bilan berilgan. PIN kod ham aytilgan. Bunday holatda bank pulni qaytarib berishi shart bo'lib qolmaydi. Chunki xavfsizlik qoidasi pensioner tomonidan buzilgan bo'ladi. Ikkinchi misol, boboning kartasiga 2 million so'm pensiya tushadi. Nabirasi telefoniga bank ilovasini o'rnatib qo'ygan. Bir kuni nabira onlayn mikroqarz rasmiylashtiradi. Keyin yopaman deydi. 2 million so'mlik qarz 2 million 800 ming so'm bo'lib qaytish kerak bo'ladi. Bobo bu qarzdan xabarsiz. Pensiya tushgan kuni avtomatik yechim bo'ladi. Keyin bobo pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tushgan, lekin qarzi ketgan. Bank bunday holatda hujjatga qaraydi. Ariza kimning nomidan, SMS kod kimning raqamiga borgan. Ilova kimning ma'lumoti bilan ishlagan. Agar barchasi pensioner nomidan bo'lsa, muammo yanada murakkablashadi. Uchinchi misol, pensioner ayol qo'shnisiga ishonib, bozorga borib kelguncha kartamdan pul yechib ber deydi. Qo'shni 50 million so'm yechish kerak edi.
lekin 50 milyon 500 ming so'm yechadi. Pensioner bankdan yordam so'raydi. Bankomat yozuvida karta, pin kod, vaqt, joy ko'rinadi. Agar video yozuv bo'lsa ham bu fuqarolik nizosiga aylanib ketadi. Chunki karta egasi kartani o'zi bergan. Mana shuning uchun men har doim aytaman, karta bu oddiy plastik emas, bu sizning hamyoningiz. Imzoingiz va roziligingiz o'rnini bosadigan moliyaviy kalit. Birinchi navbatda kartasini boshqa odamga berib qo'ygan pensionerlar xavotir olishi kerak. Bu odam farzand bo'ladimi, qarindosh bo'ladimi, qo'shni bo'ladimi, farqi yo'q. Ishonch alohida masala, bank qoidasi alohida masala. Bank sizning oilaviy munosabatingizni emas, kartadan foydalanish xavfsizligini ko'radi. Ikkinchi guruh, telefon raqami o'z nomida bo'lmagan pensionerlar. Masalan, karta pensionerniki, lekin SMS xabar keladigan telefon raqam nabiraning nomida yoki umuman boshqa odam ishlatadi. Bu juda xavfli. Chunki bankdan keladigan kod ogohlantirish ilova tasdiqlari o'sha raqamga boradi. Agar raqam boshqa odam qo'lida bo'lsa, pensioner o'z hisobidagi harakatlarni bilmay qoladi. Uchinchi guruh, pensiya kartasiga kredit bo'lib to'lash, mikroqarz, garovsiz qarz ulangan odamlar. Ayrim pensionerlar o'zlari ham bilmagan holda bank ilovasida rozilik berib yuboradi. Ba'zan faqat tekshirib ko'ramiz deyilgan narsa ariza bo'lib chiqadi. Keyin pensiya tushishi bilan bank qarz to'lovini yechib oladi. Agar sizda kredit bo'lsa, pensiya kartangizdan avtomatik yechim shartlarini albatta tekshiring. 4-guruh, har oy pensiyasi tushgan zahoti butun summani yechib oladiganlar. Bu albatta taqiqlangan degani emas. Odam o'z pulini yechib olishi mumkin. Lekin agar buni har safar boshqa odam qilsa, turli bankomatlari qilsa yoki karta egasi umuman ko'rinmasa, bankda savol paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensionerning o'zi men pul yechmadim deb murojaat qilsa, vaziyat jiddiy tekshiriladi. Agar pensiya kartasi o'zingizda bo'lsa, pin kodni hech kimga aytmagan bo'lsangiz, SMS kodlarni boshqa odamga bermasangiz, bank ilovasini faqat o'zingiz ishlatsangiz, odatda xavotirga katta asos yo'q. Bank sizning pensiyangizni bekor qilmaydi, kartaga tushishni to'xtatib qo'ymaydi. Muammo ko'proq xavfsizlik qoidalari buzilganda, karta begona qo'lda yurganda yoki shubhali operatsiyalar ko'payganda chiqadi. Agar siz yura olmasangiz yoki bankka borish qiyin bo'lsa, bu ham yechimsiz holat emas. Bunday paytda ham kartani shunchaki birovga berib yuborish eng to'g'ri yo'l emas. Rasmiy ishonchnoma, bankdagi vakillik tartibi, notarial hujjat yoki bankning masofaviy xizmatlari orqali xavfsizroq yo'l tanlash mumkin. Har bir bankning ichki tartibi biroz farq qiladi. Lekin asosiy mazmun bitta. Pul egasining roziligi aniq, hujjatli va tekshiriladigan bo'lishi kerak. Endi ko'pchilik tushunmaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik masala. Men kartamni farzandimga berdim, demak hammasi qonuniy degan fikr doim ham to'g'ri emas. Siz o'z ixtiyoringiz bilan kartani bergan bo'lsangiz ham, bank qoidalari bo'yicha pin kod maxfiy bo'lishi kerak. Pin kodni berish xavfsizlik shartini buzish hisoblanadi. Shuning uchun keyingi nizoda sizning pozitsiyangiz zaiflashadi. Ikkinchi nozik masala, SMS kod hech qachon aytilmaydi. Bank xodimi ham, pensiya bo'limi xodimi ham, mahalla vakili ham, operator ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Agar kimdir pensiyangizni tasdiqlash uchun kodni ayting desa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Kod aytilgan zahoti karta ilovaga ulanib qolishi, pul boshqa hisobga o'tishi yoki kredit arizasi tasdiqlanishi mumkin. Uchinchi nozik masala, avtomatik yechimlar. Ba'zi pensionerlar bank pensiyamni olib qo'ydi deydi. Tekshirib qaralsa, oldin olingan kredit, jarima, aliment, sud ijrosi yoki bank oldidagi qarzdorlik bo'yicha yechim bo'lgan bo'ladi. Bu yerda har bir holat alohida ko'riladi. Pensiya to'liq himoyalangan pul degan noto'g'ri tasavvur bor. Amalda ayrim qarzdorliklar bo'yicha qonuniy tartibda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Lekin ushlab qolish miqdori, asosi va hujjati bo'lishi kerak. Agar tushunarsiz yechim bo'lsa, albatta bankdan yozma ma'lumot so'rash kerak. 4-nozik masala, karta bloklanishi pensiya yo'qoldi degani emas. Masalan, bank shubhali operatsiya ko'rsa, kartani vaqtincha to'xtatadi. Pensioner qo'rqib ketadi. Endi pensiyamni bermaydi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda turishi mumkin, faqat karta orqali amaliyot cheklangan bo'ladi. Bankka pasport yoki ID karta bilan borib, shaxsingizni tasdiqlasangiz, sababni bilsangiz, karta qayta ochilishi yoki yangisi chiqarilishi mumkin. 5-nozik masala. Qarindoshlar o'rtasidagi og'zaki kelishuv bank uchun yetarli emas. Men onamning pulini olib yuraman.
Men bobomga qarayman, uyda meni mas'ulman degan gaplar bank oynasida hujjat o'rnini bosmaydi. Agar pensioner sog'lom, xushyor va o'zi imzo qo'ya olsa, bank ko'pincha uning o'zini ko'rishni xohlaydi. Agar pensioner harakatlana olmasa, unda rasmiy vakillik yo'li tanlanadi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Pensiya kartasi kimning qo'lida ekanini tekshiring. Agar karta pensionerning o'zida bo'lmasa, bugunoq qaytarib oling. Karta uyda saqlansin, pin kod yozilgan qog'oz karta bilan bir joyda turmasin. Juda ko'p odam pin kodni kartaning orqasiga yozib qo'yadi yoki hamyon ichiga solib yuradi. Bu eng katta xatolardan biri. Ikkinchi qadam, pin kodni almashtiring. Agar pin kodni kimdir bilsa, bankomat orqali yoki bank bo'limida uni yangilang. Yangi pin kod tug'ilgan yil, telefon raqam oxiri 1000 yoki 1234 bo'lmasin. Oddiy raqam qulay tuyuladi, lekin xavfli. Pin kodni faqat pensionerning o'zi bilishi kerak. Agar pensioner yoshi sabab eslab qola olmasa, ishonchli va rasmiy yo'l tanlash kerak, lekin kodni hamma biladigan qilib qo'yish to'g'ri emas. Uchinchi qadam, telefon raqamini tekshiring. Bankka boring yoki rasmiy ilova orqali kartaga ulangan raqam kimniki ekanini aniqlang. Eng to'g'ri holat SMS xabar pensionerning o'z telefoniga kelishi. Agar pensioner oddiy tugmali telefonni ishlatsa ham SMS kelishi yetarli. Muhimi, kodlar va ogohlantirishlar begona odam qo'lida bo'lmasin. To'rtinchi qadam, bankdan hisob ko'chirmasini oling. Oxirgi 3 oy yoki 6 oy uchun pensiya tushumlari, yechimlar, o'tkazmalar, komissiyalar va kredit to'lovlarini ko'rib chiqing. Agar 1.600.000 so'm pensiya tushib, o'sha kuni 400.000 so'm qayergadir yechilgan bo'lsa, izohini so'rang. Ko'chirmada sana, summa, amaliyot turi va qayerga ketgani ko'rinadi. Bu hujjat keyin murojaat qilishda juda kerak bo'ladi. 5-qadam, kredit va avtomatik to'lovlarni tekshiring. Bank xodimidan mening kartamga yoki hisobimga ulangan kredit overdraft, mikroqarz, avtomatik to'lov, obuna yoki doimiy topshiriq bormi deb so'rang. Bu savolni umumiy emas, aynan shunday aniq bering. Agar bor bo'lsa, shartnoma raqamini, sanasini, qolgan qarzni va har oy yechiladigan summani yozma ko'rinishda so'rang. 6-qadam, agar pul chiqib yo'qolayotgan bo'lsa, darhol ariza yozing. Bankka borganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizada shunday mazmun bo'lsin. Mening pensiya kartamdan men amalga oshirmagan yoki menga tushunarsiz bo'lgan operatsiyalar bo'yicha tekshiruv o'tkazishingizni, hisob ko'chirmasini berishingizni va yechim asoslarini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Arizaning bir nusxasiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydirib oling. 7-qadam, karta yo'qolgan bo'lsa yoki begona odamda bo'lsa, uni darhol blok qildiring. Bankning kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Ilova orqali bloklang yoki eng yaqin filialga boring. Ertaga boraman, hozircha kutaylik deyish xavfli, chunki 10 daqiqa ichida ham pul yechilishi mumkin. Blok qilingandan keyin yangi karta chiqarish mumkin. 8-qadam. Yura olmaydigan pensionerlar uchun rasmiy vakillikni hal qiling. Buning uchun pasport yoki ID karta, pensionerning hujjatlari, kerak bo'lsa tibbiy holatni tasdiqlovchi ma'lumot, notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda bankdan oldindan so'rang. Men pensioner nomidan pul olish yoki bank amaliyotini bajarish uchun qanday hujjat olib kelishim kerak? Shunda ortiqcha yugur kamayadi. 9-qadam, firibgarlik bo'lsa, agar faqat bank bilan cheklanib qolmang. Agar kimdir aldab SMS kod olgan bo'lsa, telefon orqali o'zini bank xodimi deb tanishtirgan bo'lsa, kartadan pul o'tkazib yuborilgan bo'lsa, ichki ishlar organlariga ham murojaat qilish kerak. Bank operatsiyani tekshiradi, lekin jinoyat alomatlari bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlar aralashishi zarur. 10-qadam, har oy pensiya tushgan kuni hisobni tekshirib boring. Bu qiyin ish emas. SMS keldi. Summa to'g'rimi, yechimlar bormi, qoldiq qancha, shuni ko'ring. Agar pensionerning o'zi ko'ra olmasa, eng ishonchli qarindosh yordam bersin, lekin kodni olib qo'ymasdan, kartani o'zida saqlamasdan faqat tushuntirib yordam bersin. Yordam boshqa, kartani egallab olish boshqa. Agar onangizning pensiyasi kartaga tushadi va siz har oy unga yordam berib pul yechib beradigan bo'lsangiz, eng avvalo bank qoidalarini buzmang. Onangiz bilan bankka birga boring. Qanday qonuniy vakillik yo'li borligini so'rang. Agar onangiz o'zi bankomatga bora olsa, yonida turing, lekin pin kodni ko'rmang. Pulni o'zi yechsin. Bu mayda ko'rinadi, lekin keyin nizo chiqsa, hamma uchun aniq bo'ladi. Agar bobongiz telefon ishlatmasa, unga oddiy telefon olib bering va bank SMS xabarini o'sha raqamga ulang.
Har safar pensiya tushganda SMS ko'rsin. Agar ko'zi yaxshi ko'rmasa, SMSni ovoz chiqarib o'qib bering. Lekin kod kelganda hech kimga aytmaslik kerakligini tushuntiring. Ayniqsa sizga kompensatsiya chiqdi, pensiyangiz oshdi. Kartangiz blok bo'lmasligi uchun kod ayting degan qo'ng'iroqlardan ehtiyot qiling. Agar pensionerning kartasidan noma'lum to'lovlar ketayotgan bo'lsa, birinchi ish janjal qilish emas, hujjat olish. Bank ko'chirmasi bo'lmasa, siz faqat taxmin qilasiz. Ko'chirma bo'lsa, aniq ko'rasiz. Qachon, qancha, qayerga. Keyin bankka ariza, kerak bo'lsa boshqa organlarga murojaat qilinadi. Hujjatsiz pulimni olib qo'yishdi deyish natija bermasligi mumkin. Agar pensiyadan kredit yechilib qolayotgan bo'lsa, kredit shartnomasini so'rang. Kim imzolagan, qachon olingan, qanday tasdiqlangan, qoldiq qancha, foiz qancha, muddati qachongacha. Agar pensioner haqiqatan ham olgan bo'lsa, to'lov jadvalini tushunib olish kerak. Agar olmagan bo'lsa, darhol e'tiroz arizasi yozish kerak. Vaqt o'tib ketgani sari isbotlash qiyinlashadi. Men ko'rgan eng katta xato farzandim-ku, hech narsa bo'lmaydi deb kartani butunlay topshirib qo'yish. Albatta, ko'p farzandlar ota-onasiga halol yordam beradi. Lekin moliyaviy tartib ishonchsizlik emas, himoya. Bugun hammasi yaxshi bo'lishi mumkin. Ertaga farzandning o'zida qarz, ish muammosi, oilaviy bosim paydo bo'lishi mumkin. Pul aralashgan joyda aniq qoida bo'lgani yaxshi. Ikkinchi xato, bankdan kelgan xabarlarni o'qimaslik. SMSda falon summa yechildi, falon qurilmada ilovaga kirildi. Kod darbix Pekin 920 deb yoziladi. Odamlar esa buni oddiy reklama deb o'chirib tashlaydi. Aslida bu xabarlar sizning moliyaviy signal tizmingiz. Har bir xabarni tushunishga harakat qiling. Uchinchi xato, telefon orqali aytilgan gapga ishonish. Bank xodimi bo'lsa ham sizdan PIN kod so'ramaydi. Haqiqiy bank xodimi shaxsingizni tekshirishi mumkin, lekin maxfiy kodni so'ramaydi. Agar qo'ng'iroq qilgan odam shoshirsa, qo'rqitsa, hozir aytmasangiz kartangiz yopiladi desa, darhol suhbatni to'xtating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. To'rtinchi xato, ariza yozmasdan uyga qaytish. Bankka borib, navbat kutib, xodim bilan gaplashib, tekshirib ko'ramiz degan javobni eshitib qaytish yetarli emas. Har qanday jiddiy masalada yozma ariza qoldiring. Chunki yozma ariza bo'lsa, muddat, javobgarlik va rasmiy javob bo'ladi. Demak, asosiy masala shuki, pensiya kartaga tushishi davom etadi. Lekin karta xavfsizligi begona odam ishlatishi. Kredit va shubhali operatsiyalar bo'yicha nazorat kuchaygan. Banklar pensionerlarning pulini asrash uchun ayrim amaliyotlarni to'xtatishi, kartani bloklashi yoki shaxsan tasdiqni talab qilishi mumkin. Bunga tayyor bo'lish kerak. Men tavsiya qiladigan eng muhim ishlar: kartani o'zingizda saqlang. PIN kodni hech kimga aytmang, SMS kodni bermang. Bankka ulangan telefon raqamini tekshiring. Hisob ko'chirmasini olib turing. Kredit va avtomat yechimlarni aqlang. Tushunarsiz holatda yozma ariza bering. Agar pensioner bankka bora olmasa, hammasini rasmiy hujjat orqali hal qiling. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya tushgan, lekin pul kamayib qolganmi? Karta bloklanganmi yoki bank tushunarsiz yechim qilganmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiyasi kartaga tushadigan barcha yaqinlaringizga yuboring. Bu ogohlantirish bir odamning pulini saqlab qolishi mumkin.